Assalomu alaykum mashhur quruvchilar, alhamdulillah tahoratxonamizning oldida kafillarimiz bosilyapti. Bizni ustaqillarga e'lon qildik. Alloh rozi bo'lsin homilarimizdan. Domlamiz ham kelib qoldi, voqib berishib ustalarimizga beramiz bu nimalarni. Xo'sh, $1500 Farg'ona shahardan Temurbiy beryapti. Alloh rozi bo'lsin. Masjidimizda shu tomidan boshlab har bir burchakda qo'limizni bor desak bo'laveradi. Alloh rozi bo'lsin. Juda katta yordamlarni qilyapti. Bu $100 latokka tosh magazinni oldi Ulug'bek akam bergan edi. Ortib qoldi. Buni ham sizga beramiz ustaqiga. Bu 300 ming so'mni domla nima beryapti ekan? Farg'ona Toshkent nimadan Rossiyadan bir ayol qiz jo'natyapti ota-onalariga. Hisobini bag'ishlab 300 ming so'm. Hozir dollarlarimiz 1.215 ming so'mdan o'tyapti. Kalkulyatorga tushib oling, so'miga nima qilib boraylik? 19.740 ming. 9.740 200 qancha yetmayapti? 260 ming. 260 ming domlamiz beradi. Xudo xolasa 20 million qilib qo'yamiz. Domlajon, mana shu nimalar ustalarimizni, Temurbekni, hamma homiylarimiz bir duo qilib bering, juda katta hissalar qo'shishyapti. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo bu masjidda obodiyda xizmat qilayotgan, ihson qilayotgan, yordam qilayotgan hamma birodarlarimizdan Alloh o'ziga rozi bo'lgan. Ayniqsa o'sha shahardan Temurbek doim xolisona ihsonlar qilib kelishadi. Qachon so'rasa yo'q demaydi. Alloh taolo qilgan ihsoni barakoti o'zlari uchun ham ota-ona yetishlarga sadaqa joriy bu jannatdan qasrlar ato aylagan. Qilayotgan savdo ishlariga o'zing barakot bergin. Farzandlaridan solih insonlar chiqib ota-onasini rozi qiladigan komil insonlar bo'lib baxtini ko'rsatsin ya Robbim. Allohim qilgan ihson qilgan, Rossiyadan ihson qiladigan birodar musofir o'tasiga uchadi. Allohim o'zing panohingda saqlay, yomon ko'z, yomon nazarlardan panohingda saqlaygin. Mana ularga ihson qiladigan jamiki mana masjid qurishga, toratxonaga, boshqa bir joylarga, hammaga qaysi bir joyi bo'lsin, bir g'ish qo'ysang Xudo taolo payg'ambar va'dasini jannatdan qasr beradi degan shu va'daga muvofiq Alloh kimiki ihson qiladigan bo'lsa, Alloh ularga ham jannatdan qasrlar ato aylagan. Mana qiladigan ustalarimiz ham ishlariga Xudo o'zing barakot berib, chiroyli holatda, tezroq holatda bitkazib olishni Alloh muyassarlab, hamma mamlakatimizni chiroyli holatda shu yangi masalaga ko'chib olishni muyassar aylagan. Allohumma solli va sallim va barik Allohu akbar. Endi ana hozir ustaga 60 ming so'mdan bosilyapti. Bu nimalarimiz, kafillarni Temur Alloh rozi bo'lsin, kafillarga ham yordam qilgan. Hozir mana shu holatda turgan yerni Alloh rozi bo'lsin, shu holatga ustalarimiz chiroyli keltirib berishyapti. Bunga 60 ming so'm pulga juda katta ko'p jarayonlar bo'ladi bu holatga kelguncha. Bitta karta ochamiz, xudo xolasa inshaalloh. Shu kartaga 60 ming so'm pulingiz, shu bitta kafil, bir kvadrat kafil o'rnashiga sababchi bo'ladi. 5 mingmi, 10 mingmi tashlaveradi. Hisobini berib boramiz. Hozir mana 332 kvadratga to'lov bo'ldi. 1000 kvadrat kafilimiz bor. Imkoniyati borlar, kartalarni ochib e'lonlarni beramiz. Duoda jamoat haqlaringga oz